Bugun obzorimizda Deepal S07 avtomobilimiz bo'yicha men qisqacha ma'lumot berib o'taman. Deepal S07 gibrid 225 km tok, 1000 km benzinda bosib o'tadi. Avtomobilimiz 1,5 litrli atmosferniy motor, 4 silindrli Toyota motori turibdi. Xo'p, faralarimizga keladigan bo'lsak, faralarimiz matrishli LED fara, dальний ближний pastga tushirilgan bo'ladi. Dальнийdan kelgan mashinani ko'zini olmasligi uchun aqlli faralar hisoblanadi. Mashinamizning oldi podveskasiga keladigan bo'lsak, oldi podveskamiz McPherson bo'ladi. Bu podveska haligacha o'sha BMW Mercedes ishlatilib kelinadi. Xo'p, protektor высокий посадкада shinalarimiz 20 dyumli kovunli diskali, buni 19 kovunli diskaligi ham bo'ladi. Komplektatsiyasiga qarab tanlasanglar bo'ladi. Mashinamizda lidarlari bo'ladi. Mashinamizning tashqarini o'zida bitta, ikkita, uchta kamerasi bo'ladi. Bular o'sha 360 gradus video registrator rolini ham bajarib beradi. Xo'p, mashinamizda slepoy zonali, обогрев, bokovoy funksiyalari bo'ladi. Bezramishli oynalida 2 qavatda bo'ladi bu oynasi. Bu shum o'tkazmaydi va o'zida sonsiz ashtalari bo'ladi. Xo'p, ichki salonimizga keladigan bo'lsak, ichki salonimiz oranjovoy, fishashkoy salonimiz bor, ikki qora salonligimiz bo'ladi. 15-6 dyumli monitor, Android Auto CarPlay ile полностью поддержка qiladi. O'zida 64 xil podsvetkada podsvetkalari bo'ladi. Nulyoviy gravitatsiya, atamanka, massajlari bo'ladi. Mashinamizda panoramniy tom, shtorka, bularda ochilmaydi panoramasi, просто oynani o'zi bo'ladi. Passajyerimizda bitta bossanglar massaj ham bo'ladi. Mashinamizning orqa qismiga o'tadigan bo'lsa, orqalari ham ancha keng ishlangan bo'ladi. Целый подлокотникlar bo'ladi. Orqada ham 9 zonli klimat kontrol, orqadagi passajirlar uchun ham komfortli yaratilgan. Bemalol shtorkalarni ham ochib yopsa bo'ladi, klimat kontrolli. Mana bu passajir sizinasini oldi orqaga sursa bo'ladi. Orqalar zachemnonniy bo'ladi, kuydirilgan. Bular ham quyosh o'tkazib yormaydi. Hop, bu yerda ikkita zaryadniy ustroyствоmiz 7 kilovatli, uy sharoitida o'sha 220 kilovatli qanaqa ulanadi, 25 ming so'mga to'ladi. Bu yerda bыстрый zaryadkamiz bor. Bыстрый zaryadkamiz где-то 50 milga aylanadi. Yarim soat 40 minutda 100% to'ladi. Orqa podveskamizga keladigan bo'lsak, orqa podveskamiz mnoгорычажка, har bitta balonga отдельный ikkitadan richag kelgan bo'ladi. Bu degani yamaga tushganingizda alohida ishlab beradi. Oldi orqa tormozlash sistemalarimiz diskoy bo'ladi, ABS'lari bor. Xo'p, bu mashinamizning orqa qismi ham ancha chiroyli ishlangan. Orqadagi stol faralar ham ancha chiroyli ishlangan bo'ladi. Bular ham matrishli LED fara bo'ladi, ko'zni og'ritmaydi bular ham. Orqada 360 gradus kamerasi, 6 ta partroniklari bo'ladi. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, bagajimiz 450 litr. Agar sizlarga orqada sideniya kerak bo'lmasdan, mabodo uzoq yo'lga dalniga chiqaman desanglar, sideniyani yotqizib qo'ysanglar, ровный fol bo'ladi, 1480 litrga aylanadi. Xo'p, 7 kilovatli zaryadkamiz chiqadi. O'zining komplektida аварийный znak, nasos kleylari bo'ladi. Mashinamizning orqa bagajida ikkita samoverlari bo'ladi. Детский rejimlar bor, siqib qo'ymaydi. 7 kilovatli zaryadkamiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Mashinamizning ichki qismiga o'tadigan bo'lsak, akustikalarimiz Huawei akustikalar turadi, o'sha 16 ta. Hop, monitorlarimiz to'liq rusifikatsiyalar qilingan bo'ladi. Mana hozir zaryadga olib turibdi. Mana 58 minutda 100% to'ladi. O'sha 220 da. Hop, mashinamizning 360 gradus kameralarini ko'rsak bo'ladi. Ancha planoy ishlaydi, u qotib aniq qilmaydi, ishlarni ochilganigacha fonni ko'rsatib turadi. Водительda ham, passajirda ham 3 tadan pamyat sideniyalari bo'ladi. Mashinamizning o'zida lidarlarigacha ham bo'ladi. Polностью ko'rsatib turadi. 360 video registratorlari bor deb aytdim, uni ham bitta ko'rsatsam, bu ichki salonni va tashqarini polностью zapis qilib bera oladi. Mana buni qaysi kameraga o'tkazishni uni o'zingizlar bemalol belgilab olsanglar bo'ladi. Hamma tomonni ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, shtorkamizga keladigan bo'lsak, katta panorama tom,
tepa qismlar polni qora qilib ishlangan bo'ladi. Bu misol uchun tonirovka qilsanglar, buni katta plusi ichkarini cho'mli qilib ko'rsa, ichkarida kim o'tirgani bilinmaydi. Bu yerda datchiklari bo'ladi o'zini, agar mabodo zarurli uxlab qoladigan bo'lsangiz, bu o'qib remenni 3 marta siqadi. Agar 3 marta siqqandan keyin ham hech qanaqa reaksiya bo'lmasa, mashina avarekani yoqib bitta chetga uzib qo'yadi. Mashinamizda head-up displaylari bo'ladi. To'g'rizda ko'rsatadi, mana necha tezlikda ketyapsiz, qanaqa znak turibdi, oldingizdagi peshexodni ko'rsatadi, oldingizdagi mashinani polностью ko'rsatib bera oladi. Xo'p, mashinamizda 18 ta akustikasi bor edi, uni ham bemalol eshitib ko'rsanglar bo'ladi. Vaziyatlarimizni ashulaga moslagan yona bo'chib beradi o'zi. Xo'p, mashinamizdan yana komfortlari keladigan bo'lsa, беспроводной zaryadka, охлаждение funksiyasi bilan birga bo'ladi. Telefoningiz qizib ketib qolmaydi, qotmaydi. Yomkishilar tushib ketib qolmaydi. Ikkita pastakannikimiz, barimizda o'zida mini xolodilniklarigacha bo'ladi. Bu do'popsali variantimiz kelib, do'popsada bitta bosadigan bo'lsanglar, kazirovka o'ziga adil monitorlar tushib keladi. Siznani to'liq yotqizadi, uni ham regrovkasini o'zingiz xossanglar bo'ladi. Passajir o'ziga xohlagan приложениyadan o'ta misol uchun video yo'q bu narsa ko'rib ketsa bo'ladi. Podsyetkalarimiz sensorli bo'ladi. Avariya znaklarimiz bu yoqqa tepaga ko'chgan. Burada ham mashinamizning o'zini salonli приложениялari, misol bizdan mashina olganingizdan keyin sizlar boshqa joyga borib pulga yozdirishinglar shart emas. Bu yerda kontrakam, kinopost, Chrome, karta, YouTube'lari bo'ladi. Hamma приложениyalarimiz o'zida zavodskiy ustanovka qilingan bo'ladi. Navigator, Waze и o'zingizlar ham bemalol monitorga приложениyalar yozsanglar bo'ladi. Yandex brauzerlarigacha ham bo'ladi. Mana bu yerda to'liq ruscha qilingan. Olganingizdan keyin qayta ruskatsiya qildiraman, unaqa narsalar bo'lmaydi. Sizlarga mashinani o'sha 3 yil 120 ming kilometrgacha rasmiy kafolatlari bilan chiqazib beramiz. Bir kunning o'zida o'zingizlar nomingizga shu spravka bilan chiqadi mashinamiz. Mana bo'yim 185 dan bilan oldiga o'tirganimni ko'rdinglar. Orqada o'tiraman, orqada o'tirganimda ham tizzam tegmaydi. Orqada bemalol joy bor. Men sizni до конца surib, и даже pastga ham cho'ktirib qo'yganman. И bu yerda целый подлокотникlarda bitta o'zida podstakanniklari ham bo'ladi. Orqadagi o'tirgan odam bemalol klimat kontroldan foydalansa bo'ladi. Orqadagi odamga ham komfortli yetarlicha qilingan. И plus shtorkani boshqarsanglar bo'ladi. Bitta bossanglar shtorka ketdi. Oxirigacha ham boradi, oxirigacha ham qaytaradi. Buni ham bemalol o'zingizlar qatgacha ochib, qatgacha yopib qo'yishlarini nastroy qilsanglar bo'ladi. Даже men podголовникimizning o'zida ham akustikalari bo'ladi. Безопасность tarafidan mashinamizda Xitoy o'zi chiqargan mashinalar ichida ikkinchi o'rinda turadi akalar. Akustikamizda даже mashitda ham bor. Podголовникda, misol uchun navigator bilan u joyga ketadigan bo'lsanglar, ana qilmaydi, chalib qolmaysizlar. Misol shu eshitib ketayotgan bo'lsanglar ham chalib qolmaysizlar, mashitdan akustikani o'zi baland qilib chiqazib bera oladi. Hop, shu mashinamiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, barchalarni Avtoligani Dipal avtosalonida kutib qolamiz.